Yaxshimisiz, sog'ligingiz yaxshimi, charchamiz? Rahmat va boshlig'imiz, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining 25-yil 31-oktyabrdagi 1074 sonli taqdimnomasiga muvofiq ilmiy kengash tarkibi 13 kishidan iborat qilib tasdiqlangan. Hozir majlisda hamma 13 kishi qatnashyapti. Shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 6 nafar fan doktori bor. Bugungi majlis kun tartibi Usmonova Xurshida Xolboy qizining 020006 yuqori molekulyar birikmalar ixtisosliklari bo'yicha dissertatsiya mavzusi pul elektrolitlar orasidagi kuzatilgan uzoq tartibdagi ta'sirlashuvga asoslangan interpolimer tizimlar mavzusidagi kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktor dissertatsiya ishini himoyasi. Ishmirzo Ulug'bek nomidagi Milliy universitet polimerlar kimyo kafedrasida bajarilgan ilmiy rahbar kimyo fanlari doktor professor Muhammadiyev Muxtor Ganiyevich rasmiy opponentlar kimyo fanlari doktor professor Rafik Fatxon Salimovich hamda PhD dotsent Qutbimurodov Nurbek. Yetakchi tashkilot Toshkent kimyo texnologiya instituti. Kun tartibi bo'yicha savollar, takliflar bormi? Tushunarli bo'lsa, unda tasdiqlab berishlarini so'rayman. Marhamat, rozilar. Rahmat. Qarshilik bir tarafda yo'q. Ovozdan qabul qilindi. Talabgorning shaxsiy ishlari bilan tanishtirish uchun so'zni ilmiy kengashimiz ilmiy kotibiga beramiz. Marhamat. Rahmat. Usmonova Xurshida Xolboy qizi 1993-yilda Sirdaryo viloyati Guliston tumanida tug'ilgan, millati o'zbek, ma'lumoti oliy. 2013-2017 yillarda O'zbekiston Milliy universiteti bakalavri, 2017-2019 yillarda O'zbekiston Milliy universiteti magistranti, 2023 yildan hozirgi kungacha O'zbekiston Milliy universiteti tayanch doktoranti. Dissertatsiya mavzusi polielektrolitlar orasida kuzatiladigan uzoq tartibdagi ta'sirlashuvga asoslangan interpolimer tizimlar. Ilmiy rahbar professor Muhammadiyev. Ilmiy faoliyat davomida 6 ta maqola chop qilingan, respublika va xalqaro konferensiyalarda tezislar bilan qatnashgan. Dissertatsiya ishining dastlabki muhokamasi 19 sentyabr 2025 yilda O'zbekiston Milliy universiteti polimerlar kimyosi kafedrasining 3-sonli ilmiy seminarida muhokama qilingan. Majlis raisi polimerlar kimyosi kafedrasi mudiri Mahkamov tomonidan imzolangan, ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Ergash tomonidan tasdiqlangan. Taqrizchi katta o'qituvchi Qurbonov. Seminar Usmonova Xurshida Xolboy qizining dissertatsiya ishini O'zbekiston Milliy universiteti huzuridagi bir martalik ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminarda muhokama qilish uchun tavsiya etgan. O'zbekiston Milliy universiteti huzuridagi ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminarining 020006 yuqori molekulyar birikmalar ixtisosligi bo'yicha ilmiy seminari 11 noyabr 2025 yildagi 1-sonli majlisda muhokama qilingan. Majlis bayonnomasi ilmiy seminar raisi professor Mahkamov tomonidan imzolangan, ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Ergash tomonidan tasdiqlangan. Taqrizchilar dotsent Yarmanov va katta o'qituvchi Qurbonov. Seminarda Usmonova Xurshida Xolboy qizining dissertatsiya ishini O'zbekiston Milliy universiteti huzuridagi ilmiy kengash qoshidagi bir martalik ilmiy kengashda himoya qilish uchun tavsiya etilgan. Dissertatsiyaning muhokamasi davrida ko'rsatilgan kamchiliklar inobatga olingan va tuzatilgan. Himoya haqidagi e'lon 2025 yil 2-dekabr O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining veb-saytida, 2025 yil 10-dekabrda O'zbekiston Milliy axborot agentligining veb-saytida, shuningdek 2025 yil 10-dekabrda Ziyonet axborot tarmog'i portaliga joylashtirilgan. Yetakchi tashkilot sifatida dissertatsiya ishi va avtoreferat Toshkent kimyo texnologiya instituti ilmiy seminarida muhokama qilingan. 2025 yil 17-dekabr 38/25 sonli bayonnoma. Ilmiy seminar raisi texnika fanlar doktori professor Adilov va taqrizchi professor Jo'rayev tomonidan berilgan taqrizda dissertatsiya ishi ijobiy baholanib, unda ishning dolzarbligi, ilmiy yangiligi, olingan natijalarning ilmiy asoslanganligi va amaliy ahamiyati ko'rsatilgan. Rahmat e'tiboringiz uchun. Talabgor shaxsiy ishlari bo'yicha ilmiy kotibga savollar bormi? Tushunarli bo'lsa, unda so'zni talabgorga beramiz. Reglament 20 minutgacha. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. E'tiboringizga boshqa kuzatiladigan uzoq tartibdagi ta'sirlashuvga asoslangan interpolimer tizimlar mavzusidagi prezentatsiyani vaqtini e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Ilmiy rahbar Muhammadiyev Muxtor Ganiyevich.
Bilamizki, bilamizki hozirgi kunda kimyo zavodlarida, sanoat korxonalarida barchasida sanoat iyaniklaridan bir necha xil iyaniklaridan foydalaniladi va bu iyaniklardan turli maqsadlarda qo'llaniladi. Bizning asosiy maqsadimiz, ya'ni ishning dolzarbligi shundan iboratki, o'sha sanoat korxonalarida qo'llanib turilgan sanoat iyaniklarini xususiy xossalarini oshirish va ularning qo'llanish sohalarini kengaytirish maqsadida o'sha sanoatda qo'llanib turgan iyaniklar asosida yangi ion almashinuvchi uzoq tartibdagi ta'sirlashuvga asoslangan interpolimer sistema tashkil qilishdan iborat. Ushbu dolzarblik asosida quyidagi maqsadni oldimizga qo'yib oldik. Ya'ni polielektrotlar orasida kuzatiladigan uzoq tartibdagi ta'sirlashuvga asoslangan interpolimer tizimlarni olinish va qo'llanishni tadqiq qilishdan iborat. Va ushbu maqsad asosida quyidagi vazifalar belgilangan. Sanoatda keng ko'lamda qo'llanilgan sorbentlar asosida uzoq tartibdagi ta'sirlashuvga asoslangan yangi ion almashinuvchi sistemani yaratishning maqbul sharoitlarini aniqlash, sanoatda qo'llanilgan sulfokatianit Q28 va anianit AN31 va hosil qilingan ushbu ionitlar asosida hosil qilingan yangi ion almashinuvchi tizimga mis ionlarni so'rsi kinetikasi va izotermasini o'rganish va so'rsi jarayoni maqbul sharoitlarni aniqlashdan iborat. Keyingi sanoatda qo'llanilgan sulfokatianit Q28 va anianit AN31 va hosil qilingan ular asosida hosil qilingan yangi ion almashinuvchi tizimga radonit ionlarining so'rsi kinetikasi, izotermasini o'rganish va so'rsi jarayonlarini maqbul sharoitlarni aniqlashdan iborat. Keyin o'rganilayotgan ion almashinuvchi tizimlarga mis, radonit ionlarini adsorpsiyalanish jarayoni termodinamikasini, funksiyalarini aniqlash va tahlil qilishdan iborat va keyingisi sanoatda qo'llanilgan sulfokatianit Q28 va anianit AN31 dan iborat yangi ion almashinuvchi tizimga ren ionlarini so'rsiyasini o'rganishdan iborat va ushbu qo'llanayotgan tizimni sanoatda qo'llanish sohalarini tahlil qilishdan iborat. Biz ushbu uzoq tartibdagi ta'sirlashuvga asoslangan ion almashinuvchi tizimning tarkibi qilib, sulfokatianit tarkibida sulfa guruh mavjud bo'lgan sulfokatianit va amino guruh mavjud bo'lgan AN31 anianitlardan foydalandik. Va ushbu yangi ion almashinuvchi sistema statik va dinamik sharoitdagi sxemasi keltirilgan ushbu rasmda. Ya'ni biz bu jarayonda statik sharoitda stakanga ikkita kapron membranaga biriga kationit, ikkinchisiga anianit joylashtiriladi va bir-biridan ma'lum masofa uzoqlikda ular ushlangan holatda so'rsi jarayonlar olib boriladi. Dinamik sharoitda esa quyidagi sxema keltirilgan. Shu asosda dinamik sharoitimiz shu sxema asosida olib borilgan. Biz o'sha so'rsi jarayonlar mexanizmini o'rganish maqsadida pseudo birinchi va pseudo ikkinchi tartibli tenglama koordinatalarda mis ionlarni Q28 sulfokatianit bilan so'rsi kinetikasini hisobladik va ushbu rasmda ushbu bog'liqliklar pseudo birinchi pseudo ikkinchi tartibli kinetik tenglama koordinatalardagi bog'liqliklar keltirilgan. Keyingi rasmda esa AN31 anianitimizga mis2 ionlarini so'rsi kinetikasini pseudo birinchi va pseudo ikkinchi tartibli tenglama koordinatalardagi bog'liqliklar keltirilgan. Va bu rasmda esa o'sha biz tashkil qilgan yangi ion almashinuvchi uzoq tartibdagi ta'sirlashuvga asoslangan interpolimer sistemasiga mis ionlarini so'rsi kinetikasini pseudo birinchi pseudo ikkinchi tartibli tenglama koordinatalardagi bog'liqliklar keltirilgan. Va yuqoridagi bog'liqliklar keyingi ishlarimizda esa biz faqatgina mis ionlar, kationlarni ham emas, anionlarni ham o'rgandik. Ya'ni bunda bu rasmda o'sha anion sifatida radonit ionlari so'rsiyasi o'rganilgan. Ya'ni AN31 anion almashinuvchi materialimizga radonit ionlarini so'rsi kinetikasi pseudo birinchi, pseudo ikkinchi tartibli tenglama koordinatalardagi bog'liqliklar keltirilgan. Keyingi slaydimizda esa xuddi shu interpolimer sistemamizga radonit ionlarining so'rsi kinetikasining pseudo birinchi tenglama koordinatalardagi bog'liqliklar keltirilgan. Va ushbu yuqoridagi bog'liqliklar asosida biz so'rsi kinetikasini jadval asosida kattaliklarini hisoblab oldik va bu kattaliklardan ko'rinib turibdiki, o'sha radonit ionlarini ham mis ionlarini ham o'sha ionitlarga so'rsiyasini
psevdo birinchi va psevdo ikkinchi tartibli kinetik modellardagi korrelyatsion koeffitsiyentning qiymati psevdo ikkinchi tartibli kinetik modeldagi korrelyatsion koeffitsiyentning qiymati birmuncha yuqoriligi bu jarayon psevdo ikkinchi tartibli kinetik modelga mos ekanligini ko'rsatadi. Bundan tashqari quyi qiymatlariga ham qaraydigan bo'lsak, bu interpolimer sistemamiz aniyatimizga qaraganda ko'proq so'rsiyalanganligini kuzatdik biz. Va kinetikadan biz shuni xulosa qildikki, jarayon kinetikasidan psevdo ikkinchi tartibli jarayon kinetikasi psevdo ikkinchi tartibli modelga mos kelishi so'rs jarayon tezligiga mis va radiyant ionlar konsentratsiyasidan tashqari ion almashinuvchi materiallar tarkibidagi ionogen guruhlar konsentratsiyasi ham ta'sir ko'rsatganligini xulosa qildik. Adsorpsiya jarayon mexanizmlarini chuqurroq o'rganish maqsadida biz adsorpsiya izotermalarini tahlilini o'tkazdik. Ya'ni adsorpsiya izotermasidan ko'rinib turibdiki, dastlabki unitlarimizga qaraganda interpolimer sistemamizning sorpsiya miqdori dastlabki unitlarga nisbatan bir necha barobar yuqori qiymatga ega bo'lgan va biz shundan ayta olamizki, mis ionlarini interpolimer sistemamiz yuqoriroq sorpsiyalaganligini xulosa qildik. Va jarayon izotermalarini Lingmir-Frentlik chiziqli tenglamalar yordamida ham biz o'rgandik. Ya'ni bunda bu slaydimizda mis ionlarini ionitlarga adsorpsiyasini Lingmir-Frentlik chiziqli tenglamalar koordinatalaridagi bog'liqliklar keltirilgan. Va yuqoridagi bog'liqliklardan biz quyidagi jadvalga Lingmir-Frentlik izoterma modellarini kattaliklarini keltirdik. Ya'ni bu kattaliklardan ko'rinib turibdiki, korrelyatsion koeffitsiyentning qiymati Lingmir-Frentlik izoterma modeliga qaraganda Lingmir izoterma modelda bir necha barobar birmuncha yuqoriligi jarayon Lingmir modeliga mos kelayotganligini ko'rsatadi. Bundan tashqari Frentlik va Lingmir konstanta qiymatlarining interpolimer sistemamizda bir necha barobar yuqoriligi interpolimer sistemamizni mis ionlariga moyilligi yuqoriligidan dalolat beradi. N'ning qiymatining interpolimer sistemamizda yuqoriligi esa o'sha interpolimer sistema dastlabki unitlarga qaraganda mis ionlariga ko'proq moyilligini bildiradi. Xuddi yuqoridagi izoterma modelini radonit ionlar bilan ham o'rgandik. Ya'ni izoterma qiymatlarini radonit ionlar bilan ham o'rgandik. Ya'ni bu yerda AN31 va Q28 va AN31 dan tashkil topgan interpolimer sistemamizga adsorpsiya izotermalar keltirilgan. Grafikdan ko'rinib turibdiki, interpolimer sistemadagi quyi qiymati, ya'ni sorpsiya miqdori interpolimer sistemamizda AN31 ga nisbatan birmuncha yuqori qiymatga ega bo'lgan va biz bundan ham ayta olamizki, interpolimer sistema radiyant ionlarini dastlabki unitga qaraganda ko'proq sorpsiyalaganligini xulosa qildik va izoterma jarayonlarini Lingmir-Frentlik chiziqli tenglamalar yordamida o'rgandik. Radiyant ionlar bilan ham bunda rasmda ko'rinib grafikda keltirilgan radiyant ionlarning AN31 va interpolimer sistemamizga adsorpsiya izotermasini bog'liqliklari Lingmir-Frentlik chiziqli tenglamalar koordinatalaridagi bog'liqliklar keltirilgan va yuqoridagi bog'liqliklardan quyidagi kattaliklarni jadval asosida keltirdik. Bu jadvaldan ko'rinib turibdiki, Lingmir izoterma modelining korrelyatsion koeffitsiyentining qiymati Frentlik izoterma modeliga nisbatan birmuncha yuqori chiqqan. Bunda ham biz ayta olamizki, radonit ionlarning sorpsiyasining izotermalari Lingmir izoterma modeliga asosan borayotganligini biz xulosa qildik. Bundan tashqari o'sha Frentlik va Lingmir konstanta qiymatlarining interpolimer sistemamizda yuqoriligi interpolimer sistemamizni radiyant ionlariga moyilligini yuqoriligini bildiradi va N'ning qiymatining interpolimer sistemamizda yuqoriligi AN31 ga qaraganda interpolimer sistemamiz radiyant ionlarni ko'proq adsorpsiyalaganligini ko'rishimiz mumkin. Va shu bilan birga shuni ham aytishimiz kerakki, radiyant ionlarga radiyant ionlarni kationitga ham sorpsiyasini o'rgandik, lekin kationitimiz radiyant ionlarni adsorpsiyalamaganligi sababli biz jadvallarda o'sha Q28 bilan hisoblarni keltirmadik radiyant ionlari bilan. Va keyingi ishlarimizda adsorpsiya jarayonlarining termodinamikasini o'rgandik va termodinamikasini o'rganish asosida quyidagi bog'liqliklar keltirilgan va ushbu bog'liqliklar asosida biz adsorpsiya jarayoni haroratga bog'liqligini o'rgandik. Bu keyingi slaydimizda esa radiyant ionlarning AN31 va Q28 va AN31 dan iborat interpolimer sistemamizga adsorpsiya termodinamikasining bog'liqliklari keltirilgan. Bu yuqoridagi bog'liqliklardan adsorpsiya termodinamik parametrlarini hisoblab topdik va bu jadvalga keltirilgan. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, entropiya qiymatining plyusdan chiqishi va entropiya
qiymatlarning ham plyusdan chiqishi jarayon ion almashish jarayoni ekanligidan dalolat beradi. Delta G qiymatining minusdan chiqishi esa jarayon o'z-o'zicha borganligini ko'rsatadi. Biz yuqoridagi ishlarimizni chuqurroq asoslash maqsadida fizik-kimyo tadqiqot analizlari olib bordik. Ya'ni bu slaydimizda interpolimer sistema tarkibidagi AN31 ionitiga mis ionlar adsorbsiyasidan keyingi rentgen fluorescent analizi keltirilgan. Biz rentgen fluorescent analizdan biz shunaqa xulosa qilishimiz mumkinki, bu yerda sulfa guruhlarga xos bo'lgan, oltin guruhga xos bo'lgan va mis ionlarga xos bo'lgan foizlar keltirilgan, intensivliklar paydo bo'lganligi AN31 tarkibiga sulfa guruhlarining kirganligi va mis ionlarining kirganligidan dalolat beradi. Keyingi slaydda esa xuddi shu mis ionlarini interpolimer sistema tarkibidagi Q28 sulfokatianitiga sorbsiyasidan keyingi rentgen fluorescent analizi keltirilgan. Bundan bu iyonitimizda ham o'sha oltin gurtga va misga xos bo'lgan intensivliklarning paydo bo'lishi bu sulfokatianitimiz tarkibiga mis ionlari adsorbsiyalaganligidan dalolat beradi. Ushbu rentgen fluorescent analizini tasdiqlash maqsadida ikki analiz spektrlari ham olingan. Bunda o'sha 600 sohadagi intensivliklarning dastlabki ionitlarda kuzatilmagan 600 sohadagi AN31 da ham sulfokatianitimizda ham 600 sohadagi piklarning hosil bo'lishi metall kislorod bog'larining paydo bo'layotganligidan dalolat beradi. Va xuddi shu IK spektrlarini analizlarni tasdiqlash maqsadida Raman analiz spektrlari ham olindi. Raman spektrlarida ham 400 sohadan 800 soha oralig'idagi piklarning hosil bo'lishi, bu yerda ham metall kislorod bog'larining hosil bo'layotganligini ko'rsatadi. Va biz yuqoridagi analizlarimizdan va jarayonlardan biz quyidagi sxemani, taxminiy sxemasini keltirdik. Ya'ni bu jadval slaydimizda sxemamizda o'sha interpolimer sistema ma'lum bir masofada turgan anionit va sulfokatianit keltirilgan. Bu ionitlarimizga o'sha interpolimer sistemamizni 48 soat davomida distillangan suvda aktivlab turilgandan so'ng 48 soat davomida aktivlangandan keyin ionitlar sorsiyasi o'rganildi. Bu yerda faqatgina mis ionlar sorsiyasi keltirilgan. Biz boyagi fizik-kimyo analizlardan biz xulosa qildikki, ya'ni o'sha oltin gurtga xos bo'lgan rentgen fluorescent oltin gurtga xos bo'lgan piklarning hosil bo'lishi nimalarda IK va Raman analizlarimizda metall kislorod bog'larining hosil bo'lganligidan biz o'sha AN31imizga mis sulfa guruhlar orqali bog'langanligini xulosa qildik. Sulfokatianitimizga esa sulfa guruhiga o'sha vodorod chiqib ketgandan so'ng o'sha o'rniga mis kirib kelayotganligini biz taxminiy sxemasini shunaqa deb taxmin qildik va shunaqa keltirdik. Biz sanoatda bu keyingi saytimizda esa sanoatda qo'llanuvchi ionitlar asosida interpolimer tizimni suv tarkibidagi mis va radonit ionlar sorpsiya va desorpsiya jarayonlarini o'rgandik va bu jadvalda keltirilganki interpolimer sistemamizga mis va radonit ionlarini sorpsiya desorpsiya jarayonlari bir necha baravar, ya'ni 10 martagacha qayta takrorlanganda sorpsiya qiymati deyarli kamaymaganligini ko'rdik. Ya'ni bu jarayonda interpolimer sistemamiz sorpsiya desorpsiya jarayoni 10 martagacha chidamli ekanligini xulosa qildik. Keyingi ishlarimizda esa o'sha interpolimer sistemamizga perinat ionlarini sorpsiyasini o'rgandik va perinat ionlari sorpsiyasidan oldingi va keyingi eritmalarimizni atom emission spektroskopik analizi olganimizda dastlabki eritmamizda rening miqdori bir necha baravar yuqoriligini ko'rdik. 843 qiymatda chiqqan. Keyingisida, ya'ni AN31imizdan alohidalangan anonitimizdan o'tkazilgan reniyning eritmadagi reniyning miqdori birmuncha kamaygan. Interpolimer sistemamizdan o'tgan eritmani atom emission spektroskopik analiz olinganda reniyning miqdori anonitga qaraganda interpolimer sistemamizda sorpsiyalagandan so'ng bir necha baravar kamaygan. Shuning uchun bundan biz shuni xulosa qildikki, interpolimer sistemamiz perinat ionlarni ham dastlabki ionitlarga qaraganda ko'proq miqdorda sorpsiyalay oladi. Va keyingi ishlarimizda o'sha reniy bilan olib borgan atom emission analizimizni rentgen fluorescent spektroskopik analiz bilan ham qayta takrorlab ko'rdik. Bunda ham o'sha dastlabki eritmamizda
Renining miqdori, Renining intensivligi 54,2 qiymatda chiqqan. Keyingisida esa 37,4 qiymatga ega bo'lgan Renining miqdori. Keyingisida esa o'sha AN 31 dan o'tgan eritmamizda Renining miqdori 37,4 qiymatga ega bo'lgan. Interpolimer sistemamizdan o'tgan eritmamizda Renining miqdori 11,6 qiymatgacha kamayganligi, intensivligi 11,6 qiymatgacha kamayganligi interpolimer sistemamizda perinat ionlarining adsorbsiyasi yuqoriroq bo'lganligini xulosa qildik va yuqoridagi ishlarimizdan jarayonlardan quyidagi xulosalar kelib chiqdi. Ya'ni sanoat inoyatlari asosida uzoq tartibdagi ta'sirlashga ega bo'lgan yangi interpolimer sistemalar hosil qilish qonuniyatlari o'rganildi va xossalar tadqiq qilindi. Bu esa yaratilgan interpolimer sistemani olishning maqbul sharoitlarini AN 31 va Q28 sulfokatianit, AN 31 ni oq hash formada, sulfokatianitni esa hash formada ishlatish kerak, hash formada qulayroq jarayon olib borganligini xulosa qildik va bu ikkalasining nisbati 1:1 mol nisbatida olib borildi va o'zaro bir-biriga nisbatan ionitlarning molekulalar orasidagi masofa 0,5 sm masofada olib borildi va 48 soat davomida distillangan suvda aktivlash jarayonlari olib borildi. Va keyingi xulosamiz AN 31 anionitiga va Q28 kationitiga hamda ular asosidagi interpolimer tizimlarga suvli eritmalardan mis ionlarining adsorbsiyasini turli pH muhitlarida amalga oshirildi. Bu esa qo'llanilgan ion almashinuvchi materialga mis ionlarini adsorbiya qilishning maqbul sharoiti 4,2 pH qiymat ekanligini aniqladik. Keyingisi AN 31 va Q28 ionitlarga va interpolimer tizimlarga mis ionlarini adsorbiya kinetikasi o'rganildi va olingan natijalar psevdo birinchi va psevdo ikkinchi tartibli kinetik modellarga qaraganda psevdo ikkinchi tartibli kinetik modelga mos ekanligi aniqlandi. Jarayon tezligiga yutilayotgan metall ionlar konsentratsiyasidan tashqari ionit funksional guruhlarining konsentratsiyasi ham ta'sir qilishi isbotlandi. AN 31 va Q28 ionitlarga va ular asosidagi interpolimer tizimlarga radiant ionlarning adsorbiya kinetikasi o'rganildi va olingan natijalar xuddi mis ionlar adsorbsiyasi jarayoni kabi psevdo birinchi tartibli kinetik modelga qaraganda psevdo ikkinchi tartibli kinetik modelga mos ekanligi aniqlandi. O'rganilayotgan AN 31 va Q28 ionitlar va interpolimer tizimlarga mis radiant ionlar adsorbsiyasiga harorat va yutilayotgan ionlar konsentratsiyasini ta'sirini tadqiq qilish orqali adsorbiya izotermalar tuzildi. Izotermalar Langmuir-Frentik modellari yordamida tahlil qilindi. Tekshirilayotgan ionitlar va ular asosidagi interpolimer tizimlarga adsorbiya izoterma Langmuir chiziqli tenglamasiga ko'proq mos ekanligini xulosa qildik. AN 31 ioniti va Q28 kationitiga hamda ular asosida interpolimer tizimga mis va radiant ionlar adsorbiya jarayonlarining termodinamik parametrlari hisoblandi va bu hisob-kitoblardan biz bu ionitni Maksam Chirchiq aksiyadorlik jamiyatiga qo'llash uchun tavsiya qildik. Bu o'sha ishimiz asosida olingan Scopus jurnalida chiqqan maqolamiz. Keyingilari bu ma'lumotnomalar. Rahmat. Mavzu tugadi. Marhamat, kimda qanday savollar bor? Savol. Marhamat. Izotermani oching eng oxirgisini. Yani. O't. Bo'ldi. Monomolekulyar emas bu. Bu izoterma Esabrazli bo'lib turibdi. Izotermam shu. Quyeni konsentratsiyaga bog'liq. Akademikatizda mana hozir o'shaga atalib qaradim. Boshqacharoq. Buningiz Langmuir bilan Frenzik qilib ishlab bo'lmaydi buni. Bu Langmuir Frenzik bilan alohida hisoblangan. Buni faqatgina shu quyi miqdori qancha izotermani ishlash. Bitta mana ko'tarilgan, yana bitta ko'tarilgan. Bittasi xato bo'lsa, ikkinchisi texnik xatomi yo majnaqami? Buni nima bilan ko'rsatib bera olasiz? Texnik xatomi bu? texnik xato ketgan. Bu ham qo'pol xato bo'ladi endi masalan.
Hamad yana savollar bormi? Ahmad. Sizda vazifa qo'yilganida 5-mi yoki 5-chi manimcha. Sizlar? Pedinatda absorpsiyasini o'rganishda. Beshinchi vazifa. 5-chi vazifa. Shu vazifa bajarilganmi yo'qmi? Ha, mana. Cheshka mevzuda. Shu 5-chi vazifamizda keltirilgan edi. Bu o'sha interpolimer sistemamizga perinat ionlarining sorsiyasini o'rganish. O'sha vazifa bajarilgan. Bajarilgan. Nimagadir xulosada buni aks topmaganmi? Vazifa Xulosaga- bajarilgan majbur должна отражаться в выводах. Xulosada Xulosada berilishi kerak. Perinat ionlari bilan endi termodinamik kinetika qismlari hisoblanmaganligi sababli faqat interpolimer sistemamizga AES va rentgen fluorescent analizlar olindi. Biz vazifada ham termodinamik kinetika qismlari o'rganishni qo'ymaganligimiz uchun bu yoqqa xulosa qismiga keltirmadik. Lekin o'tgan gal shuni gapirdik. Har bitta vazifa Boshqa bo'lsa, aksi xulosalarda ham o'shancha bo'lishi kerak punktlar. Nujab bo'lmasa to'lish kerak o'zini. Ikkinchisi mana o'tgan gal yana seminardan savol tug'iluvdi-da. Kompleks donor akseptor bog'li ham kompleks hosil bo'ladimi yo'qmi deganimiz bilan shunda taklif bo'luvdi mana masalan o'zimdan ham boshqadan ham buni miqdoriy hisoblamasa bo'lmaydi. То есть konstanta nestoykости va konstanta устойчивостьni hisoblaganda unda aniq bo'lsa bo'ladi. Bu yerda uni roli kattami yo'qmi? Endi o'zimiz gumon qilishimiz uchun psevdovtoroy porядок deyapsiz. Unda ta'siri bo'lishi kerak deb shuning xulosaga keldik. Shu ish qilindimi yo'qmi? Miqdoriy hisoblandimi yo'qmi? Miqdor hisoblangan. Ahmad yana kimda savollar bor? Aynan. Ha, aynan. Bitta savol berasiz. Mana birinchi savolim uzoq tartibdagi ta'sirlashuvga asoslangan interpolimer. Uzoq degani qancha? Toshkentdan Sirdaryogacha yoki Jizzaxgacha? Qanday nima uchun uzoq ta'sirlash? Ustoz, bitta uzoq tartib deganda biz poliamfolit bilan emas, ikkita ionitni alohida holatda kapron membrana 0,5 sm masofada ushlab turish jarayonida absorpsiya jarayoni olib boriladi. Mana mashina orasi 0,5. 0,5 sm masofada turishi kerak. Va o'sha 0,5 sm masofani ushlab dastlabki holatda aktivlab olganimizdan so'ng absorpsiya jarayonlari olib borilishi kerak. Shuning uchun ham uzoq degan Qisqartirsak-chi? bu bo'yicha slaydimiz bor edi, elektroo'tkazuvchanlikni o'rganish bo'yicha. O'sha bitta nima ko'rsatgansizmi? Elektroo'tkazuvchanlik yaqinlashganda va uzoqlashganda elektroo'tkazuvchanliklari o'zgargan. Shuning uchun ham eng maqbuli 0,5 sm masofa bo'lgani uchun shuni olganmiz. 0,5 sm. Ya'ni sizda o'sha ikkita elektrod ishlayapti, deganingiz to'g'rimi? Mana qaydadir bor edi. Yana bitta mana mashina qarangda. Ketdingiz. Mana sizda elektrod sistema qo'yyapsizda, bittasi aniyani olyapti, bittasi katyani deyapsiz, to'g'rimi? Shu oradagi masofa 0,5 bo'lishi kerak. Oradagi masofa 0,5 sm ushlashimiz kerak. U past va yuqorisini ko'rgansiz, to'g'rimi? Ko'rganmiz, keltirilgan slayddan borman. Xo'p, mayli. Ochmayman. Keyingi bitta savolim. Mana bu yerda mana 7-betda. yoshlar o'tiribdi, mana ustozlar o'tiribdi, hamkasb o'tiribdi. Biz maksimal darajada kam miqdordagi moddalama ishlashga odatlanib qolganmiz. Chunki hozir ximikatlar juda ham qimmat, tushunasiz. Mana birinchi jadvalingiz bo'yicha bitta fikrim bor edi, endi savol albatta. Bizlar endi bu absorpsiya o'rganganda mana hozir domlalar aytyapti, bizlar er qiymatga e'tibor qilamizda, er maksimal darajada birga yaqinlashtirib, endi bir iloji yo'q, 0,99 qancha bo'ladi? Mana siz aytyapsiz shu yerda. Boshlang'ich konsentratsiya ortib borishi bilan er ikki qiymat bo'yicha
Psevdo birinchi tartibda sizda 0,03 konsentratsiya bilan 0,1 konsentratsiyaga borgancha anavingiz 0,628 shunaqada, bir xilda. Lekin psevdo ikkinchi tartibda er qiymatingiz, er ikki qiymati endi 0,99 dan negadir 0,96 ga konsentratsiya oshgan sari tushib ketganda, bu oshgan sari tushib ketsa, shunday to'xtatib qo'ymadingizmi? Nega kam miqdorda ishlaganimiz yaxshi emasmi? Bitta parametrni aytyapman. Mana bir ana bu konstantaga e'tibor qilganimiz yo'q. Chunki biz hozir mana Muzaffar domla gapirdi, to'g'ri aytyaptilar. Biz o'sha qiymatlarning to'g'ri chiqishi uchun albatta o'sha oxirida yaxshi maqola yozganingizda er-ikki qiymati xulosasini bermasangiz, retsenzentlar e'tiroz bildiradi. Sizda yaxshi chiqqan kam konsentratsiyadan yozgansizki, lotincha yozganingiz uchun juda qiynalib ketyapmiz. Mana yozyapsiz mana. Mis tuzi eritmalarining, to'g'rimi? Dastlabki konsentratsiyasida 0,03 da zo'r chiqqan, 0,9922 zo'r. Lekin uni oshirib boryapsiz, u kamayyapti qaydadir. Men bunga qarab aytyapman, ular nima qilaman. Shunga nima deysiz? Bitta har xil konsentratsiya, ya'ni har xil konsentratsiya qaysi har xil 7 xil konsentratsiyada o'rgandik va shundan eng maqbulini oldikda. O'sha pastroq konsentratsiya desangiz, sizda er-ikki qiymat yaxshi chiqyapti-da. Shuning uchun demak, mis konsentratsiya qanchalik? Masalan, deylik siz ertaga nimaga chiqdingiz? Mana Xudo fasllarni ishlaydilar, Nigar Hakimni ishlaydilar, agentga bordingizda sizga o'sha ruda atxotlarni berdi. U yerda misning konsentratsiyasi yuqoriroq. Mana shu paytda shu sistema ishlaydimi, yo'qmi, shuni so'ramoqchiman. Qanchalik xatolik bilan ishlaydi? Shundan so'raydi bu savol. Termodinamikasi bitta savol bor-da, endi bir oddiy haligi nima? Sizda past haroratlarda yaxshi nima ketgan? Sortiya. Va qiymatlaringiz sizga aytdim. 4-chi jadval. 4-chi jadval. Qiymatlaringiz delta H Ochmayapti. plus o'sha delta S nolvoy degani bu standart, endi u ham plus va delta J nolvoy minus chiqyapti-da. Siz aytyapsizki, buni harorat past olyapsiz. 293 dan 313 kelvingacha olyapsiz. Ya'ni 293imiz bu 270 dan ayirsangiz 20. Bu past harorat, umerinli temperatura. 10-20 haroratlarda ishlagan. Savolim. Bu sizda o'z-o'zidan boradigan jarayonmi? Ya'ni aytamiz spontaneous process deymiz. Yoki o'z-o'zidan bormaydigan jarayon. Delta J qiymatimizni minusdan chiqishi bu jarayon o'z-o'zicha borayotganligini bildiradi. Xo'p, agar siz bitta parametrni o'zgartirsangiz, o'sha non spontaneous jarayonga o'tish kerak-da. O'z-o'zidan bormaydigan, yana qandaydir turtki berishingiz kerak bo'ladi. Ana shunda bizda crossover temperatura degan narsa bor. Nima deb o'ylaysiz? O'sha 313 emas, balki 323 ga borsangiz temperatura. Shu jarayon boyagi o'z-o'zidan bormaydigan holatga o'tadimi? Muvozanatga keladimi? Mana shunaqa jarayon o'tadimi? Balandroq temperatura Biz o'rgangan. hozir 3 xil haroratni o'rganganimizda harorat oshgan sari sort jarayonlari, ya'ni entropiya qiymatlari oshib bordi, lekin 330 gradusdan yuqori haroratda ko'rmagan. Demak, muvozanat buziladi, to'g'rimi? Siz istagan sistemaga kelmaydi, to'g'rimi? Shuning uchun siz o'sha temperatura bilan cheklanyapsiz. Yaxshi. Yana bitta oxirgi savolim, maylimi endi? Marhamat, So'ramasdan savol berib yuboring. albatta bor. Mana hozir mana shu Milliy universitetda juda ham bum ketyapti, satsion fotokatalitik tizimlarni ishlatish. Ko'p dissertatsiya ishlayapmiz, bu yaxshi. Mana siz hali perinatlama ishlagansiz, boshqa ishlarni ishlagansiz. Bu hammasi suvga tushganda qaysidir ma'noda zararli moddalarga aylanadi. Siz ham o'zingiz ishingizda shunaqa satsion fotokatalitik tizimlarni qo'llab ko'ra olasizmi? Shuni bir fantaziya qilgansizmi? Bu haqida o'ylab ko'rilgan, lekin amaliy ishlar olib borilmagandi. U isboti bizda hozir yo'q. Masalan, perinatda bor-ku nima? Nima? O ko'rmadi? Renium. O'shanda renium maksimal oksidant darajasidami yoki hali yana oksidatsiya bo'ladimi? Yana oksidasiya bo'ladi. Maksimal Yo'q, oksidlanish qiymati, maksimal oksidlanish qiymatidan hozir. Endi uni boshqa oksidlamaysiz, to'g'rimi? Yo'q. Rahmat. Marhamat, yana kim biladi savollar bor?
Tushirib qo'ydim. Qo'ying, ochmayapman. Xurshida qarang, men hozir savolga bergan, olmakan savoliga bergan javobingizdan savol bermoqchiman. Qani elektrod orasidagi masofa 0,5 dedingiz, santimetr degan dedingiz. Elektrod yuzasi qancha? Santimetr kvadrat. Olti bo'yi eni qancha? Elektrod. Yo, Elektron. standartni so'rayaptilar. Elektrodkazich. Ha, elektrod. O'shani hozir Rasmi bor. Bor, rasm. Rasmidan qarab aytyapman. Buni rasmi sal uzunroq ko'rindi. O'zi solishtirma elektro'tkazuvchalik qachon malyar elektro'tkazuvchalikka teng bo'ladi? Standart holatda 1 santimetr kvadrat ploshad olinadi, el orasidagi masofa 1 olinadi-da, 1 santimetr olinadi. O'shaning uchun sizda qancha oldingiz? Bu yog'ini 0,5 qilsangiz, nimani ploshad qancha bo'ldi? O'shani bilmoqchiman. Qaramadingiz. qopcha yuzasini Yo'q, qopchani yuzasi emas. Elektrod emas. faqat shu suvni biz elektrodda emas, o'sha interpolimer sistemamizni 0,5 santimetr masofada stakanga distillangan suvga soldik va 48 soat davomida aktivlaganimizdan so'ng uni elektro'tkazuvchanligini elektrod shundoq eritmani o'zini elektro'tkazuvchanligini o'lchaylik. Tushundim. Demak, qopchani razmeri bu yerda katta ahamiyatga egada. Keyingi ishlaringizda razmeri aniq konkret bo'lishi kerak-da. O'shaning uchun mavzuni danna destushi deb shunga qo'yganmisizlar? Shuning uchun oradagi masofasi 0,5 santimetr o'sha masofa bo'lganligi uchun O'shaning uchun masofani olish kerak razmeri. Nasan keyingi ishlaringizda ahamiyat topasiz. Menda ham savol bor. Mis, pilinat va radanitni nimadan kelib chiqib shu sistemani tanlab olgansizlar? mis tanlashimizga sabab hozirgi kunda barcha kimyo Birinchi misdan boshlashadi. Radanit bilan pilinat. radanit ionlarini tanlaganimizga sabab Navoiy olma Chirchiq maktabida va Navoiy azot korxonasida, ishlab chiqarish korxonasida texnologik eritmalar tarkibida o'sha zararlaydigan ion sifatida uchraydi. O'shaning uchun ular uni olganmiz. Reniy ion, perrinat ioni esa taklif sifatida tushgan bizga Olmaliqdan. Shuning uchun o'sha ushlab qolishi kerakligi uchun uni ham o'rganganmiz, lekin reniy ionlar bilan termodinamika kinetika qismlari hisoblanmagan, izotermalar qilinmagan, faqatgina общий umumiy analiz qilingan. Keyingi savol. Ular bilan birgalikda, masalan, mis bilan birgalikda 2+ ionlar ko'p qat'iylar chiqadi. Ularning ta'siri qanaqa bo'ladi? Yoki faqat mis bilanmi sizni? Rahmat savol uchun. Hozir bu interpolimer sistemamizda mis, rux, nikel aralashmasida olib borganimizda buni tanlab ta'sir etuvchanligi misga ko'proq bo'lgan. Mahsulotiga tanlab ta'sir etuvchanligi oshib. Ular har aralashmalarda ko'plab nima qilmadik, ish qilmadik, faqat o'sha bir marta aralashma qildik. Aytavering. Nima uchun deb o'ylaysiz? Misga nimaga shu solventis misga faqat selektiv bo'lganligini bilishingiz kerak. Bu yerda qanaqadir doriqlar bor. Lekin misga yaqin rux emas, misga yaqin kobalt, nikellarda ular qanday ta'sir Pilinat uchuvchanligini bilasizmi? Qaysidir miqdor uchib ketadi. Ionlarni Uchuvchan. Uni ham hisobga olganmizlar-ku. Keyin radanitga yaqin bo'lgan ionlar ham bor, anionlar. Shu pilinatga o'xshagan anionlar bor. Ularning ta'sirini o'rganganmisizlar? Demak, maqsad qilib qo'ymagansizlar uni ishinglarni. Yo'q, maqsad qilib qo'yilmagan. Demak, sizlar sun'iy eritmalar bilan ishlagansiz. Sun'iy eritmalarni ishlagan. Real obyektlar bilan hali ishlamadinglar. Shu Olmaliq sizlarga anaqa qo'ygan bo'lsa, masalan, shunaqa vazifa, o'shaning tarkibida qanaqa ionlar bor, ular ta'sir qiladimi, Olmaliqda ishni yakunlab olib bormadik. Chunki yoqdan ham biz ma'lumotlar olmaganmiz. Maksim Chirchiqda olganmiz. Ish hali davom etmoqda. Aralashma demak, boshlangan hali oxirigacha
Nimaga eshitmoqchisiz? Shunaqami? Yo'q, endi radanit bizda Maksim Cherchida mis ionlari bo'yicha ishi o'sha mis bo'yicha so'rashgan, mis bo'yicha bor ma'lumotnoma olganmiz. Radanit bilan ham Maksim Cherchida olganmiz, har Olmaliq bilan. Yana savollar bormi hamshirlar? Mana 0,5 santimetr orasi yaxshi. Ancha vaqt bo'ldi. Nima uchun shu 0,5 santimetrda eng yaxshi bo'lyapti? Shu 0,5 santimetr nimadir bir narsa bilan bog'liqmi? Kam bo'lsa ham, ko'p bo'lsa ham ortib ketadi. Bir o'yladingizmi? Taxminiy bo'lsa ham. O'yladik, ya'ni o'sha interpolimer sistemamiz suvda, distillangan suvda turgan vaqtda bu masofalar o'rganilgan. O'sha distillangan suvda turganda ionitimiz tarkibidagi vodorod ionlari ionitimiz tarkibidagi OH ionlarini, kationat tarkibidagi vodorod ionlarini suvga chiqishi o'sha masofadagina yaxshi bo'ladi deb biz elektr o'tkazuvchanlik bilan buni ko'rdikda, kamaysa nima yomonlashadi? Oradagi masofa kamayganda ham pastga tushadi. Ya buni tushundim. Nima uchun 0,5 santimetr? Nima ion faqat 0,5 santimetrdan yaqiniga kela olmaydi, uzog'iga bora olmaydimi? Nima uchun 0,5 santimetr? Nimadir bilan bog'liqmi deyapman-da. Demak 0,5 ga borgan yaqiniga ham bora oladi-yu, 0,3 ga ham. To'g'rimi? Shu masofada elektr o'tkazuvchanlik yuqori Nima bo'lgan uchun deyapman? Mana rosa qiziq narsa. Mana 0,5 gacha eng yaxshi harakatlanadi. Ya bo'lmadi. Yo'q, mana agar masofani kamaytirib boradigan bo'lsak, elektr o'tkazuvchanlik mana 2,5 masofada keskin tushib ketgan. Agar bir-biriga yopishtirgan aralash holatda 0,5 santimetr masofadan kam masofalarni oladigan bo'lsak, bunda ham kamaygan elektr o'tkazuvchanlik. Ya'ni o'sha yerdagi funksional guruhlar ionlangan holatga kamroq o'tadi. Yaqinroq bo'lgan paytda. Shuning uchun ham elektr o'tkazuvchanlik U yerda kataferitik faktor degan narsa bor. U ionni zaryadi bilan nimasiga bog'liq, harakatchanligiga bog'liq. Uni siz hali o'rganmagansiz, keyingi ishlaringizda o'rganishingiz kerak bo'ldi. Manimcha yetarli savol. Yozda savollar bor. Marhamat, demak, so'zni ilmiy kotibga beramiz. Dissertatsiya bo'yicha seminar va yetakchi tashkilot xulosasi hamda avtoreferatga kelgan takliflar bilan tanishtirish uchun. Rahmat. Yetakchi tashkilot sifatida dissertatsiya ishi avtoreferat Toshkent kimyo texnologiya instituti ilmiy seminarida muhokama qilingan 2025-yil 17-noyabr 38-25 bayonnoma. Yetakchi tashkilot ilmiy seminar raisi professor Adilov, ilmiy kotib Ishmuhamedova tomonidan imzolangan ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Boboxanov tomonidan tasdiqlangan. Taqrizchi Jo'rayev. Berilgan taqriz ijobiy, quyidagicha tavsiya va kamchiliklar keltirilgan. Birinchisi, adabiyotlar sharhida ionitlarning kamchiligi va keltirilmagan va nima maqsadda kompleks hosil qilganligi batafsil yoritilmagan. Ikkinchisi, interpolimer sistemaga ionitlar pH 4,2 qiymati eng katta sorbsion qiymatiga ega bo'ldi deyilgan. Boshqa pH qiymatlarda qanday natijalar olingan? Keyingisi 3-bobda 3-4-bandda 2-bobga olinsa maqsadga muvofiq bo'lar bandini. Keyingisi 2-5-1 rasmda mis va radanit ionlari interpolimer tizimga sorpsiya natijalari keltirilgan. Ushbu jadvaldagi natijalar dastlabki ionitlarga solishtirsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyingisi 92-93 adabiyotlarda qilingan ishlardan ushbu tadqiqot ishi nimasi bilan farq qiladi? Keyingisi ionitlarga absorpsiya jarayonlari 20 gradus, 30 gradus, 40 gradus haroratlarda olib borgan. Ushbu haroratlarning eng optimali qaysi harorat, sanoatda qaysi harorat olib boriladi? Va dissertatsiyada ayrim grammatik va stilistik xatoliklar mavjud. Avtoreferatga kelgan kamchiliklar va tavsiyalar. Birinchisi, Samarqand davlat universiteti professori Turobov Hamza Tursunovdan taqriz ijobiy kamchilik keltirilmagan. Ikkinchisi, Toshkent davlat texnika universiteti professori Dadaxo'jayevdan taqriz ijobiy kamchilik keltirilmagan. Keyingisi, polimerlar kimyosi va fizikasi instituti laboratoriya mudiri professor Vahidova Noirapadan taqriz ijobiy quyidagicha tavsiya keltirilgan. Sorpsiya mexanizmi psevdo 1 va psevdo 2 taklif kinetik modellar yordamida aniqlangan. Yellow model, shunaqa model bor ekan.
bo'yicha hemosorpsiya jarayoni va zarrachalar ichidagi diffuziya modeli bo'yicha adsorpsiya jarayonida moddaning adsorbent ichiga kirib borishi bosqichlari o'rganilganmi? Keyingisi Toshkent farmatsevtika instituti dotsenti Hazratqulova Sevaradan taqriz ijobiy kamchilik keltirilmagan. Keyingisi Gomelskiy davlat universiteti dotsenti Kovalenkodan taqriz ijobiy kamchilik keltirilmagan. Keyingisi Gomelskiy davlat universiteti dotsenti endi bitta ruscha o'zbekcha aralashtirib yozilgan o'shaning uchun Aksent berib yubordi. u yog'ini ruscha davom qildirishim kerak edi, keyin o'zbekcha qilib yubordim. Kamchilik keltirilmagan. Olmaliq davlat texnika universiteti professori Mirhamitovadan kelgan taqriz ijobiy kamchilik keltirilmagan. Rahmat. Marhamat. So'z talab Yetakchi tashkilotdagidan taqrizlarga bergan kamchilik va topshiriqlarga roziman. Keyingilarni shu olib olamiz. O'ttiqlarga bitta polimerlar kimyosi va fizikasi institutidan kelgan taqrizga kamchilikka roziman. Keyingilarni shu olib olamiz. muhokamaga o'tamiz. Bu birinchi rasmiy apparat kimyo fanlari doktor professor Rafik Fathamsanov beriladi. Apanatomlar. Assalomu alaykum. Yana bir bor tashrif buyuruvchilar, kengash a'zolari, o'zi nima deymiz, odam bir ondan keyin nima bo'lishini bilmaydi. Mana shu pechenamga yozgan ekan, bu 2 marta shu yerga chiqishi oxirgi ishlatibamiz yili yakuni. Mayli, shukr, hamma kunimizga shukr. Mana bu ishlarimiz davom ettirsin, keyingi safardan keyingi yillarda ham davom etsin. Kengashimizni omadli bersin, oldin taklif qo'ysin. Hamma yaxshilik bo'lsin, salomatlik bo'lsin. Bu yil amalga oshmagansa keyingi yil amalga oshsin. Keyingi yil bu yilga nisbatan hammamizga barakali, hammamizga omadli, hammamizga to'kinlik bilan kelsin deb niyat bildiraman. Rahmatlikdan charchamamiz. Endi mana bu ish to'g'risida. Menimcha bu mana shu yo'nalishdagi 3-chi ish, mana shu kengashning muhokama bo'lyapti. Bundan oldin ikkitasini ko'rgandik. Demak, qandaydir masofada joylashgan ikkita, bittasi kationit, bittasi anionit sistemalar tizim hosil qilingan. Endi bu tizimni sapson xoslari o'rganilgan. Endi bu ishda bitta boshqa anionit olingan ekan, AN31 anionit bilan KO28 kationiti. Hozir savol javobida muhokama bo'ldi. Mana shu ikkita sistema, ya'ni bittasida kationitda joylashgan kapron membranasiga joylashtirilgan. Bu membranalarni o'zaro bir-biriga turli masofalarda qo'yilgan. 0.5 dan 0.5 santimetrdan 2,5 santimetr, 3 santimetrgacha o'zgartirib borilgan va o'sha asosda endi uni elektro'tkazuvchilik deganda bu ikkitasi katod anod emas, bu ikkitasi tizim alohida tushirilgan o'sha sistemaga ko'rsatsa yaxshi bo'ladi. Qaysi tomondan tushirilgan? Mana kationit tomonidan tushirilganmi, anionit tomonidan tushirilganmi, o'rtasida tushirilganmi? Haligi o'lchovchi katod va anod o'z pribor bor-ku, standart o'lchaydigan pribor. O'sha yordamda keyin elektro'tkazuvchilikni o'lchab, o'sha asosda xulosa qilingan. Qanchalik ko'p elektro'tkazuvchilik bo'lsa, bu tizimni samaradorlik shuncha yuqori bo'ladi, sarpton samaradorligi ham xulosa qilingandi. O'sha asosda topib olishgan aynan shu orasidagi masofa ikkita membrana orasidagi masofa 0.5 santimetr bo'lganda elektro'tkazuvchilik eng katta va demak mana shu masofada bu tizimni sarpton xususiyati ham eng yuqori bo'ladi degan xulosaga kelib, shu asosda keyin tadqiqotlar bajarilgan. Bitta kation, mis kationi va ikkita anion. Renat anioni bilan endi renat kamroq tadqiqlangan, ko'proq tadqiqlangani radanit anioni. Ichida bitta kation, bitta anionni keng miqyosda sarpton xususiyatlari o'rganilgan modellari, mana ikkinchi tartibli kinetik modelga to'g'ri keladi deyilyapti. Pishadi ikkinchi tartibli. Undan keyin
Lengmur izotermasiga boskadi uni izoterma orqali qaysi kinetik modelga mos kelishligi isbotlab berilgan va uni ko'rsatib berilgan. Sarftoq xususiyatlari keng o'rganilgan. Demak, ushbu ishda qo'yilgan maqsad amalga oshgan, erishilgan keyingi maqsad ekan. Shuning uchun dissertatsiya ishini o'ylaymanki, eng muhim tomoni mana shu tizimda har bitta olingan alohida kationit va aniyatga nisbatan sarftoq xususiyatlari keskin ortishligi ishonchli ravishda ko'rsatib berilgan va uni aniqlangan. Demak, maqsadga erishilgan. Endi mana bitta ozgina takliflar bor edi. Birinchi taklif aytmoqchi, adabiyot sharhiga aytdim. Shu mana tizimlar balkim yengil yo'nalishdir, kamroq o'rganilgandir. Tahlilda shunga kamroq e'tibor berilgan. Aynan shunaqa tizimlarga bag'ishlangan ishlarni oxirgi yillarda ko'rilganda balkim shu ishni kontekstiga ko'proq mos kelardi. Umumiy tarzda sharh qilingan kationlar, mis kationni, anionlarni, lekin aynan shu yo'nalishga yo'naltirilganda yaxshiroq bo'lardi deb anaqa berdim. Keyingisida mana shu narsa elektrokartchalik endi mayli, bular shunaqa chiqqan bo'lsa shunaqa chiqqan, lekin shuni izohlash kerak edi deyapman. To'g'risi men tushunmadim. Mantiq turibdi membrana, to'liq membrana, ichida polimer turibdi. Ikkinchisi turibdi membrana to'liq, bu polimer turibdi. Bu polimerni membranadan chiqish imkoniyati yo'q, chiqa olmaydi. Baryer. Endi shu baryer turibdi-da, bittasi H formada, bittasi OH formada. H bilan OH chiqib ketadi, hali eritmaga chiqadi, ikkalasi uchrashadi, suv bo'ladi. Shunaqa bo'lishyapti, haqida shunaqa bo'ladi. Endi suv to'q o'tkazmaydi-yu, qaytanga ikkitani bittadagi to'q o'tkazadigan vodorod ionini va gidroksid ionini o'rniga to'q o'tkazmaydigan suv paydo bo'lyapti. Nima uchun unda elektrokartchalik oshib ketyapti? Bu savol. Menda shu savol paydo bo'ldi. Endi shuni qanaqadir bir izohlash kerak edi deb o'ylayapman. Endi keyingisi boshda boshlaganda aynan o'sha sarftoq xususiyatlarni boshlaganda bitta umumiy ikkita jadval berilgan ekan-u, lekin bu sarftoq xususiyatlar qaysi ionga nisbatan o'rganilganligini yozib ketish kerak edi. 2-1-1, 2-1-2. Bu noma'lum bo'lib turibdi, prosta sarftoq xususiyatiga ketilgan ekan. Endi takrorlangan narsalar bor. Keyingisi o'sha natijalar muhokamasi bayon etilganda tadqiqot metodikasida ayrim gaplar takrorlangan, ayrim yozganman. 47-chi boshda, 48-birinchi xat boshda, 3-chi xullas 3-chi bob bo'ladi. Ozgina noan'anaviy berishgan ekan. Oldin muhokama qilingan, keyin 3-chi bobda metodika berilgan. O'sha men 2-chi bobda muhokama paytida metodika ham aytib ketilganda ba'zi joylari. O'sha narsa keyin 3-chi bobda yana metodika ham alohida berilyapti. Bitta shunaqa joylari bor. O'shanga men yozgan ekanman. Keyin termodinamik parametrlar to'g'risida ham ozgina shuni menimcha yaxshiroq, batafsilroq bersa yaxshi bo'lardi. Shuni qanaqa hisoblangan, umumiy gap bilan berib ketilgan burchak koeffitsiyenti, kesmasi orqali to'g'ri o'tda berilgan formula, ma'lum bo'lgan formula berilgan, muvozanat konstantasi va delta G S ni bog'liq berilgan, lekin o'shani batafsil berilganda to'g'ri bo'lardi. Nima tushunish kerak burchak koeffitsiyenti deganda, keyin jadvalda berilgani o'sha kesma kelyapti delta S. Kesmada berilgan qiymati bilan jadvalda berilgan qiymati juda ham katta farq bo'lyapti. Shuni to'g'risi men tushunmadim nima katta farq bo'layotganini, shuni aytib ketsa to'g'ri bo'lardi. Mana shu taklif va o'ylaymanki keyingi ishlarda bu savollar davom ettiriladi. Mana shu aytilgan kamchilik va takliflar tadqiqotni ozgina aniqlashtirish, mukammallashtirish, keyingi tadqiqotlarni bajarish uchun asos bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Lekin ushbu ish
undan olinadigan ijobiy xulosalar bu kamchiliklarga bog'liq emas, ta'sir etmaydi. Demak, xulosa qilish mumkinki, demak, Usmonova tomonidan o'rganilgan mavzu bo'yicha dolzarb mavzu bo'yicha nazariy va amaliy ahamiyatga ega ilmiy tadqiqot ishi bajarilgan, olingan natijalar, ularning tahlili, mazmuni, muhokama qilish darajasi bo'yicha Oliy assotsiatsiya komissiyasi talablariga to'liq mos keladi. Shuning uchun ushbu ishni yuqori maktab birikmalari ixtisoslik bo'yicha kimyo fanlari falsafa doktori, PhD ilmiy darajasiga loyiq deb hisoblayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat Akram Salimovich Bakirjon, ko'rsatilgan tavsiyalaringiz, takliflaringizga marhamat. So'z talabgorga. Hurmatli Rafiq Akram Salimovich dissertatsiya ishini ko'rib chiqib, o'z takliflarini berganliklari uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ko'rsatilgan kamchilik va takliflarga quyidagicha fikr bildirsam. Birinchi kamchilik adabiyotlar sharhi bo'yicha berilgan kamchiliklarga interpolimer sistema bo'yicha kamroq sharh berilgan degan. Buni inobatga olamiz va keyingi ishlarimizda kengroq qilib ko'proq misollar bilan keltirishga harakat qilamiz. Ikkinchi taklif esa biz taklif qilgan mexanizm, ya'ni opponentni birmuncha qoniqtirmaganligi sababli buni nima uchun o'sha interpolimer sistema 0.5 bo'lganda yaxshi ishlayotganligini kamroq izoh berganmiz. Keyingi nimalarda kengaytirib shu asoslar nima uchun shunaqaligini keltirib o'tamiz. Uchinchisi, ya'ni 3 va 4 ko'rsatilgan kamchiliklarga roziman, uni keyingi ishlarimizni inobatga olamiz. Ya'ni burchak koeffitsient delta h burchak koeffitsiyentining o'zi, ya'ni delta hning erga nisbatini beradi. Shuning uchun jadvaldagi delta hning qiymati burchak koeffitsiyentiga mos kelmagan. Delta s ni esa delta j dan delta h ni ayirib chiqqan qiymatni haroratga bo'lish orqali hisoblaganmiz. Bular qolgan berilgan kamchiliklarga roziman. Keyingi ishlarimizda Akram Salimovich javoblar qoniqarlimi? Rahmat sizga. Marhamat, so'z ikkinchi rasmiy opponent, PhD dotsent Qutulmurod Xunobekka beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Ustozlar, jamoat. Agar ruxsat bersangizlar, dissertatsiyani konkret qismlariga to'xtalib o'tib ketsam, rozi bo'lsangizlar, berilgan taqdirsiz. Usmonova Xurshida Xolboy qizining polielektrolytlar orasida kuzatiladigan uzoq tartibdagi ta'sirlashuvga asoslangan interpolimer tizimlari mavzusidagi dissertatsiya ishiga yozilgan taqdirlarda yutuqlari berilgan. Unda asosan kamchiliklarga to'xtalib ketadigan bo'lsam, birinchisi adabiyotlar tahlili bo'yicha ozgina keltirganmiz. Bunda faqat umumiy ma'lumotlar ko'p, juda ko'p ma'lumotlar yig'ilgan, faqat o'sha ilmiy jihatdan har bir manbaning afzalligi, cheklovi, metodologiya hamda natijalar o'rtasidagi farqlarni tahlil qilish talab qilinadi. Aniq qiymatlar, eksperimentlar, sharoitlar, statistik ishonch intervallarini ko'rsatsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Ikkinchisi, dissertatsiya ishida bir necha bor H4.2 da sarfyon qiymati yuqori qiymatga ega ekanligi aytilgan. Ammo bu qanday topilgan? Har bir ion uchun umumiy pH farqlanadimi? Kabi savollarga javob berilsa hamda pH absorpsion sig'im bilan bog'liqlik grafiki berilib, vodorod va OH ionlari o'zaro reaksiyasi ta'kidlansa, bunda yanada ishning jarayonni ilmiy isbotlashni osonlashtirgan bo'lar edi. Ion kuchini hisoblash, ion kuchi aktivlik koeffitsentlari bilan baholansa, yanada aniqroq natija olingan bo'lar edi. Uchinchisi, termodinamik bo'lim yetarlicha aniq emas. Delta Gibbs energiyasi, entropiya hisoblash bo'yicha asosiy tafsilotlar berilgan bilan umumiy holatda muvozanat konstantasi k qanday topilgan, logaritm k hamda lnk k ishlatilganmi, qanday topilganligini ko'rsatish, delta h ishorasi jarayon ekzotermik, endotermik ekanini aniq bayon etish orqali hisobsa, ishni salmog'i yanada oshgan bo'lar edi. To'rtinchisi, talabgor tomonidan taklif qilinayotgan interpolimer tizimning sorsiya va distributsiya jarayoni sanoat miqyosida o'rganib, mini sxema taklif qilgan, ammo oqish tezligi, daslarni qiyosiy jadval qilib ko'rsatib o'tilsa, ayn 31 va Q28 bilan solishtirsa, ishning salmog'i yanada oshgan bo'lar edi. Keyingisi, dissertatsiya ishida 78-80 sahifalarda sarson tadqiqotlar deb boshlangan xat boshida
mis-2 hamda radanit ionlarini sortiya jarayoni qanday olib borganligi izohlangan. Perrenatning atom emission spektrometrik o'rganish usullari keltirilgan. Olingan natijalar izohlangan. Dissertatsiya ishida ayrim tuzilish, rasmiylashtirish, imloviy va grammatik xatolardan xoli emas. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu ko'rsatilgan kamchiliklar ishning umumiy sifatiga ta'sir etmaydi. Umuman olganda, Usmonova Xurshida Xolboy qizining 020006 yuqori molekulyar birikmalar ixtisosligi polielektrolitlar orasida kuzatiladigan uzoq tartibdagi ta'sirlashuvga asoslangan interpolimer tizimlari mavzusidagi kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktor PhD dissertatsiyasi tugallangan ilmiy ish bo'lib, O'zbekiston Respublikasining Oliy Asosiy komissiyasi tomonidan qo'yilgan barcha talablarga, ya'ni ilmiy yangiligi, olingan natijalarga ishonchligi, ilmiy va amaliy ahamiyati hamda joriy etganligi bilan javob beradi. Talabgor esa kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktor PhD ilmiy olishga loyiq deb hisoblayman. Rahmat. Marhamat, so'z talabgorga beriladi. Hurmatli Nurozbek Hikmatkarimovga dissertatsiya ishini ko'rib chiqib, o'z takliflarini berganliklari uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ko'rsatilgan kamchilikli takliflarga quyidagicha o'z fikrlarimni bildirsam, ya'ni birinchi ilmiy adabiyotlar sharhidagi ilmiy sharhning tahlili birinchi bobda berilgan xulosada qisqacha keltirilgan. Aniq qiymatlar, eksperimental sharoitlar birinchi bobda keltirilsa, uning hajmi oshib ketganligi sababli bu bobda biz keng tahlilga to'xtalib o'tmaganmiz. Ikkinchisi, ya'ni dissertatsiyaning 2.6.7 rasmda pHning yutilish foiziga bog'liqligi berilgan va u orqali pHni optimal qiymati aniqlangan. Shuning uchun barcha absorpsiya jarayonlari pH 4.2 qiymatda olib borilgan. Termodinamik hisoblarni olib borishda absorpsiya izotermasining linear modeli orqali muvozanat konstantasining qiymati topilgan. Birligi litr taqsim mol natural logaritmda hisoblangan, ishlatilgan. Ya'ni burchak koeffitsient delta H ning universal gaz doimiysiga nisbatini beradi va burchak koeffitsient universal gaz doimiysiga ko'paytirilganda delta H ning qiymati chiqadi. Entropiyaning qiymati Bantkov tenglamasi orqali topilgan. Erkin energiya qiymatida entalpiya qiymati ayrilib olingan natija absolyut temperatura qiymatiga bo'lish orqali topilgan. Sistemaning DAS qiymati mis va radanit ionlariga nisbatan topilgan. U DAS qiymati topilgan, lekin dissertatsiya ishida kiritishni lozim topmaganmiz. Keyingisi perrenat ionlarni aniqlash atom emission spektroskopik usulda faqat miqdor aniqlashda foydalanganmiz. Shuning uchun faqat miqdor aniqlash bo'yicha tahlil keltirilgan. U boshqa kinetik va termodinamik tahlillar keltirilmagan. Oxirgi so'nggi, ya'ni imloviy xatolar bo'yicha berilgan kamchiliklarga roziman. Keyingi ishlarimizni inobatga olamiz. Rahmat. Javoblar ham qaldimi? Rahmat. Demak, endi munozaraga o'tamiz. Dissertatsiya ishi bo'yicha kim so'zga chiqmoqchi? Marhamat. So'zga chiquvchi. Marhamat. Assalomu alaykum ustozlar, hamkasblar. Yaxshi ish eshitildi. Mana endi bitta narsani aytmoqchiman, o'tiring. Zo'ra gapiraman. Odatda endi mana hozir Xudo Hasan ustozimiz hamkasbimiz sovet raisi ham aytdilarki, bugun oxirgi himoyalardan biri dedingiz. Chunki endi oxirgi himoyada davrdagi aytiladigan gaplarni aytib qo'ydik. Keyin ular yangi yildagi tandem boshqacha davom etish niyatidamizda. Chunki mana ustozimiz ham aytdilar-ku, keyingi ishlarimiz bundan-da go'zal bo'lsin, bundan-da zo'r bo'lsin. Men aytmoqchi bo'lganim, mana yoshlar o'tiribdilar, mana yigitlar, qizlar o'tiribdilar. Shu birinchi navbatda mana ustozlarga endi aql o'rgatishdan yiroqman. Har birimiz shu xonadondan ko'chaga chiqayotganda albatta bir oynaga qarab olamiz. Ayniqsa mana qizimiz bugun juda chiroyli bo'lib keldi. Himoyaga chiqayotgan ishni ham xuddi shunaqangi bir nima berish kerak, zeb berish kerak. Juda yaxshi narsalar qilingan. Zo'r narsalar qilingan. Hozir mana ustoz bilan gaplashib o'tiribmiz. Qarang, nima uchun siz mis-2ni olyapsiz? Radanitni olyapsiz va perrenatni olyapsiz-da. Mana Nigora Hakimdan meni yolg'on aytishga qo'ymaydi. Reni bu juda ham bir noyob narsa-da. Odamlar reni metalni olaman deb mukofot olyapti, to'g'rimi? Olganda ana shundan kelib chiqib, boshda kelganingiz yoki mana ustozlar aytdiki, radanit nima uchun kerak radanit, bilasizmi? Bugun taqmay kelsa, bu radanit bu oltinni nimasi, to'g'rimi? Yana to'g'rimi? Ana shulardan kelib
bir auditoriyani bir jonlantirib, qizimizda reyni ham bor ekan, bu qizimizda oltin ham bor ekan deb turganimizda biz yanada uyg'oqroq bo'lardi. Mana shu mavzuning dolzarbligi zo'r bo'lgan. Lekin mavzuning dolzarbligini siz sahnaga chiqqanda yanada ochib bersangiz, bu auditoriyada o'tirgan hamma ham ximik bo'lmasligi mumkin, mehmonlar bo'lishi mumkin. Bu sohani vakillari bo'lmasligi mumkin. Lekin biz hammamiz oltin nimaligini bilamizda. Mana shu nuqtangizni aytmoqchimanki, siz tanlagan anianitni yoki o'sha subgruppa tushgan katanitni qaysi biri qaysiga ishlaydi? Shundan kelib chiqib gapirsangiz yanada chiroyli bo'ladi. Mana bitta meni bir fikrim bor edi. Hozir mana Davron bilan gaplashdik. Siz mis 2 piyos tanlagansiz, qarangda, ishda. Va ikkita anianitni -1 bilan tanlayapsiz. Что? Nega? Mana shuni ochish kerak edi. Nega siz mis 1 piyos tanlamadingiz? Yoki boshqa bir noyob metallarimiz bor-ku, 1 valentli, o'sha 1 piyos nima? Men aytmoqchi bo'lganim o'sha anianit makatini tanlayotganda ionlarning nimasiga ham e'tibor qilsak, yanada shu auditoriyadagi insonlarga tushunarli bo'ladi. Keyin boya savol berdim. Men yigitlar, yoshlarimizga-da ustoz endi kechirasiz. Bitta narsani aytmoqchimanki, shu himoya bo'layapti-da kimdadir nimadir xato ketayotgan bo'lsa, u xato kechirilyapti-ku, oxirida 100% olyapti-ku deb kelmangda bu yerga. Xo'pmi, mana shu davrada o'tirgan ustozlarni dunyo arenasida o'ziga xos bo'lmas o'rni bor. Shu o'rinni hurmat qilib sahnaga chiqish kerak. Tushundingizmi? Siz kimdir nimadir xato qilgan bo'lsa, biz endi mayli kechirimli bo'ldik. Demak, bizga ham shu haligi nimani to'ldirmas kerak, kechirimli bo'lar ekan. Shundan nazorat kelishingiz kerak yoshlar. Har bir narsani chiroyli qilib chiqarishingiz kerak. Yaxshi narsa qilingan. Boshqa narsa, mana masalan men sizga oddiy bir savol beryapman-da, mana. Shu termodinamik parametrda gapiryapsizlar-da, mana sizlar ham bilib olasizlar-da. Eng qiziqarli narsa, masalan, xona haroratini olyapsiz, 20 gradusdan ketyapsiz, 40 gradusgacha o'z-o'zidan boryapti jarayon. Biz buni inglizchasida spontaneous process yaxshi. Lekin siz temperaturani bitta obyektga tanlangki, u bormay qolsin. Unga demak tashqi bir ta'sir qilishingiz kerak. Balki o'sha yana bitta bir begona yo tashqi ta'sir sizni so'l tezlikni kuchaytirib beradi. Mana masalani qiziqchilik qayerda? Biz mana ustozlar bilan birga MTS qilamiz, mana Nigora Hakimda kuy pishiradi, loyihalarni ko'ramizda, shunda ham shu narsaga e'tibor qilamiz. Nega deymiz? Dunyo ahli shu bilan shug'ullanadi. Shuning uchun mana shunaqa tomonlarga e'tibor qilsalar juda ham yaxshi bo'lardi. Bu endi albatta bu sizlar uchun bir fikr. Men o'zim bu ishni bir haligi bir yanada bir go'zallashtirish. Chunki sizda ikkita zo'r obyekt bor. Biz endi tushunarli. Biz 2 piyos bu biz uchun haligi nima deydi? Standartga o'xshab qolgan. Lekin siz o'sha boshqa bir hozirgi kunda mana bizda juda moda tusiga keldi. Mana Nigora Hakimning loyihasini yaxshi bilan kritik minerallar degan termin kirib keldi. Dunyo ahli, dunyo hamjamiyati kritik minerallarga boy bo'lganligimiz uchun ham O'zbekistonga mehr baland. Lekin biz shuni mana shunaqa ishlarimizda ozgina e'tibor qilishimiz kerak. Qaysi metallar shunga kiradi? Ya'ni qanday qilsak shulardan ozgina bo'lsa ham olamiz. Mana siz past konsentrada ishlayapsiz, ikki qiymati zo'r chiqyapti. Demak, sizda suyultirish jarayoni yanada nima qilsa, ko'paysa, undan-da ko'p olish mumkindir. Mana shu narsaga e'tibor qilsangiz yanada yaxshi bo'lardi. Men qizimiz ishiga juda ham xayrixohman. Menga eng yoqqan tomoni bilasizmi nima? Bu har kimga ham nasib qilmaydi-da. U biz havas qilgan, orzu qilgan jurnalning 4-soniga chiqibdi, qoyil deydi. Malades, gap yo'q. Oxirgi son 2025-yilda 4-sonda maqola chiqadi. O'zimcha kecha chiqqan bo'lsa kerak yo'q. Andirdan uzilgan non-da bu. Men sizga omad tilayman. Bu bilan to'xtamang. Ishlaringizga omad bersin. Lekin mana shunaqa qilib ko'tarib yurgan, mana shu 3-4 yil mehnat qilgan ishingizni o'zingizdan-da yaxshi ko'ring. Chunki siz 3-4 yil uni umr sarfladingiz. Bir kun bo'lsa ham qaytmaydi u. Bir daqiqasi ham u qaytmaydi. Lekin bu ishingiz sizdan-da go'zal bo'lishi kerak. Omad tilayman. Rahmat, Olim Nalbekovich. Qavdam juda chiroyli vыступлениyalar qilasiz. Mazza eshitamiz. Marhamat, yana kimda? Nigora Hakimni marhamat. Assalomu alaykum ustozlar. Men hozir mana bu kakras boya savol berdim. Ploshad necha, orasidagi masofa necha deb. U keyin tushundim. Hozir ustozimiz opponentlik qilgan taqrizda o'qib
nima qilganda tushundim. Elektrod o'zgarmagan ekan, uni faqat mana bu orasidagi masofa o'zgargan ekan. Keyin ustoz shunaqa zamechание berdilarki, nimaga sanda mana xuddi mana shu nimani aytdilar, so'rsa bo'lyapti-da, orasida 0,5 santimetr masofada elektro'tkazuvchalik oshib ketyapti, kappa oshib ketyapti deb savol berdilar. Mana shu joyga meni o'zimni shaxsiy taklifim keyingi ishlaringizda buni nima qilish uchun. Demak, bu nimani anglatadi? Eng elektro'tkazuvchanligi yuqori bo'lgan ion bu vodorod 378 u nechidir. Undan keyin OH, undan keyin ketaveradi. Shunaqa o'zini standart ekvivalent elektro'tkazuvchanligi bor har bir ionning. Demak, mana bu yerdan men xulosa chiqardimki, mana uni qaysi ionga o'rgangandingiz, mana shu slayd. Bizga как раз shu yerdan xulosa chiqadi. Demak, bu katyonni ko'proq sorpsiya qiladi. Anionni unaqa sorpsiya qilmaydi. O'shaning uchun vodorod ajralib chiqqanda metal sorpsiya bo'lgan, vodorod ajralib chiqqan va ashxlor, nitrat kislotami nimadir ajralish hisobiga elektro'tkazuvchalik oshadi. Demak, mana shu yerdan men o'zimga xulosa qildim va o'shani sizlarga ham nima bo'lishmoqchiman. Demak, bu interpolimeringiz metallarni kationit xossasi yuqori ekan. Tushunyapsizmi? Endi siz o'shani tabiatini o'zgartirib turib, buni anionni sorpsiya qiladigan OH ajralib chiqsa, OH'niki 187 adashmasam. Demak, mana bu yerda anionni sorpsiya qiladi. Xuddi shunaqa qilib, mana bu yerda siz yaratayotgan interpolimeringizni bu imенно mana u kation uchun sezgir. Bu mana bu anion uchun sezgir deb tavsiya qilsangiz, bu selektivnost degan sorbentning selektivligini nima deydi? Belgilab beradi. Va siz o'sha natijasida interpolimer sorbentingizni maqsadli yo'naltira olasiz. Tushunyapsizmi? Va bu boshqa ionlarni sorpsiya qilmaydi, faqat misol uchun radonitga ishlaydigan qilsangiz, u sizni kelajakda yutuqlaringizdan bittasi bo'ladi. Endi bu yerda yana bitta narsani bilish kerak. Mana shu kappaga konsentratsiya, yutilayotgan metalning konsentratsiyasi haroratga bog'liq. Ya'ni konsentratsiyaga ham bog'liq, haroratga ham bog'liq. O'sha yerda ikki xil qonuniyat bor. Ikki xil kataferik ta'sirlar va termoferik ta'sirlar deyiladi. Mana shuni natijasida siz o'sha termodinamik parametrlar deysizlar-ku, delta H, delta S, gips energiyasi, muvozanat konstantasini hisoblasangiz, juda ham chiroyli bo'ladi. Faqat sorpsiyani o'zida emas, konsentratsiyani oldim, o'lchadim, sorpsiyaga qo'ydim, necha soatdan keyin unaqa emas. Mana shu kappaning o'zgarishiga harorat va konsentratsiyasini hisoblab, bu yerda yana bitta narsa bor. O'zini formulalari bor bu yerda, zakonomernosda kelib chiqadi. O'sha yerda ionning zaryadini hisoblaydi va ionning harakatchanligini hisoblab, o'zini nima fizik kimyoviy parametrlari kelib chiqadi. Bu juda ishni nima qiladi? Boyitadi, gullatadi. Mana shu narsalarni siz kappa orqali topsangiz, bu doktorlik ishiga arziydigan ish bo'ladi. Men tavsiyam kelajakda buni konduktometrik analizni rivojlantirib, buni imенно palonchi sorbent, mana bu anionni, mana uni sezadi deb aytsangiz juda chiroyli ish bo'ladi. Rahmat. Yana so'nggi chiquvchilar bormi? Marhamat. Assalomu alaykum. Bu uchinchi ish bo'lyapti, to'g'ri. Bu prinsipial kafedramiz uchun, fakultetimiz uchun yangi yo'nalish bo'lyapti. Bu uzoq tartibdagi tasvirlanishu degan mavzuda. Endi mana prinsipial uchta prinsipial savol tug'ilyapti-da. Shu to'g'risida aytmoqchi. Faqatgina bu dissertatsiyamiz umuman bu yo'nalishga, talaga boshqa yangi yo'nalish bo'lyapti biz uchun. Bu yerda biz hammamiz o'rganganmiz rejim, statik va dinamik rejim sorpsiyada. Bu yerda hamma savollar masofa va konduktometrni qatga qo'yish. Bular hammasi nima uchun bog'liq? Bu statik rejimda turgan solvent, lekin butun hammasi qonuniyatlari dinamik rejimga to'g'ri keladi. Chunki bu yerda diffuziya, sorpsiya, движение ionov hammasi shunga bog'liq bo'lib qolyapti. Ana shuning uchun masofani ta'siri juda katta. Lekin faqat masofa emas, bu yerda harorat bo'lish kerak va oqimlar, balki принудительный bo'lishi mumkin.
ana shularga bog'liq. Biz dinamik qonuniyatlarni biz qo'llashimiz kerak bu statik sharoitga. Bu o'zi psevdostatik sharoit. Bu dinamik sharoit. Ana o'shaning uchun qilishgan deb tushunaman. Ham kation, ham anionni. Bu dinamik sharoitda kationlar qanaqa ta'sir qiladi? Anionlar. Shu tarafdan qo'yilgan tushunarli maqsadlar. Lekin to'g'ri ochib bermadilar, lekin tushunarli. İkinci prinsipiyal savol bo'ldi, olimlardan boshqalardan. Bu termin uzoq tartibdagi ta'sirlashuv. Biz dальнодействие. Nima uchun prinsipiyal fizikada, eslataman bu yoshlar uchun hamma boshqalar biladi-yu, fizikada umuman tabiat to'g'risida fanda endi fizika deymiz, yana qo'shilgan. Bu eng prinsipiyal ikkita yo'nalish bor edi. Teoriya дальнодействие, teoriya близкодействие. Nima degani? Mana oldin дальнодействие shubhasiz yutyotdi. Bu yerda misol uchun gravitatsiya yoki elektrostatik yadro agar bir-biriga tegsa faqat shunda ta'sir bo'ladi. Lekin masalan oy yerga tegmaydi, ta'sirlashuvi bor. Shuning uchun дальнодействие teoriyasi yutib chiqdi. Hozirgi kunda u nazariya qo'llanilmaydi. Nima uchun? Pole, maydon degan tushuncha kiritildi va bir-birini maydoni bir-biriga tegyapti. To'g'ri, bunga taalluqli emas. Lekin so'zlari bir xil bo'lib qoldi. Shuning uchun maslahat bersam bo'lmaydi domlarimizga, lekin o'ylab ko'radigan narsa. Bu terminni o'zgartirmasi qiyin. Doim savol tuzilaveradi. Teoriya дальнодействие bunga hech qanaqa aloqasi yo'q demoqchi. Va uchinchi savol, u ham bular bilan bog'liq. Katta o'lchamda elektr qaysi tochkada? Chunki agar mana bu rejim dinamik bo'lgandan keyin juda katta ahamiyatga ega bo'lishi kerak. Qaysi nuqtada o'lchamayapti? Bu yerda ravnay muvozanatga kelgani yo'q sistema. Hamma mana shu so'ribsalar ham shuning uchun qiyshayib ketyapti. Chunki biz so'ribsalar o'rgangan izoterma va boshqalar hammasi statik rejimga mo'ljallangan. Bu yerda Prigojin teoriyasiga yaqinroq desa bo'ladi, dinamik rejimga to'g'rilangan. Ko'proq texnologlar uchun degan fikrim bor. Bu kelajak ishlar uchun, boshqalarga ham, ayniqsa yoshlar uchun bitta savol qo'yamiz. Shu tarafga e'tibor berish kerak deb o'ylaymiz. Albatta bu ishni 3-marta mana eshitishimiz, 3-marta o'sha savollar tug'ilyapti. Katta ish qilingan, yangi ish qilingan va qizimiz ham omadini bersin. Ishi loyiqqa deb o'ylayman. Ancha yetarli, yetarli. Umumlashtiradigan bo'lsak, haqiqatdan ham qiziqarli ish. Savollardan ham o'zi ko'rinib turibdi. Yangi ishlarga hammasi qiziqadi, savollar ko'p bo'ladi. Lekin shu savollarga aniq yo'lda javob berish kerak. Kim bo'li 2 marta seminar bo'lgan bo'lsa, bu savollar hammasi ko'rilgan bo'lishi kerak. Ish bu yerda natijalarga shubha yo'q, chunki zamonaviy asbob uskunalarda olingan va bitta usul ikkinchi usul bilan isbotlangan. Bu yerda integratsiya ketgan, boshqa fanlar ham qo'shilgan, bizda fizika, matematikadan tashqari bu yerda kimyani boshqa anaqalar, analitik kimyo ham buning ichida bor. O'sha begona yo'llarni biz ko'p o'rganamiz. Albatta uning ta'sirini, shu narsani sizlarda ham baribir ko'rib chiqish kerak edi. O'ylayman, kelgusi ishlarda bunga hammasiga ahamiyat beriladi. Mana biz doktorga ham yaqinda eshitib qolamiz, nastik, analitika bilan polimerlar. Mana bunaqa savollar уже menimcha o'ylayman, savol bo'lmaydi. Chunki bu narsalar hammasi ko'rib chiqilgan bo'linadi. Albatta, hamma hozir ilmiy kengash a'zolarini bu ish ijobiy baholashga chaqirib qolaman va o'ylayman, hozirgi betdagi kamchiliklar emas bular. Bular hammasi takliflar, tavsiyalar. Agar shular hammasini inobatga olinsa, men o'ylayman, kelgusida undan ham chiroyli ish eshitib qolamiz. Endi hozir keyingi qiladigan ishimiz bu hisob komissiyani saylab olishimiz kerak. Kimda qanday takliflar bor? Bizga taklif tushdi.
Mahkamov Muzaffar Abdugapparovich, kimyo fanlari doktor professor. Kimyo fanlari doktor professor Rahimov Tohir Hakimovich hamda kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori dotsent Shahidova Dilbar Ne'matovna. Agar shu komissiya a'zolariga rozi bo'lsanglar, marhamat ovoz berishni so'rayman. Rahmat. Demak, hisob komissiya ishini bajargunga qadar agar ruxsat bersanglar, hammaga tarqatilgan xulosa loyihasi va tasnifni belgilab. Marhamat ovoz berishni so'rayman. Ko'p chiqinglar. Endi Zoomdagilarni nima qilamiz? standart olishga rozi bo'lsanglar, marhamat ovoz Zoomda necha kishi? deyman. Rahmat. Qarshida betarafda yo'q. Endi hozir hisob komissiya ishini bajargunga qadar tanaffus e'lon qilamiz. Unda qani, Tohir aka. Mana shunga solinadi. Yangi yilga sovg'a. Tohirga mana men qo'yib Oxirgi mana sizga. Lekin Muzaffar aka, men Amino ketdilar. juda ham hujjatlaringiz olasiz. O'rta qizlardan bitta berishim kerak. Hali keyin. Bu ham sizda turibsizmi? Ana Murodniki ham ichida.
Davron kiringlar. Bo'ldimi? Demak, davom ettiramiz majlisimizni. Marhamat. So'z sifat komissiya raisi, Befalov doktori, professor Rahimov. Rahimov Hakimovichga. Я не ту бумагу взяла, я извиняюсь. Hisob komissiya majlisi bayonnomasi 25-yil 29-dekabr. Saylangan komissiya tarkibi Rakimovga, Mahkamov Muzaffar va Shakidova Dilbar, Usmonova Xurshida Xolboy qizining kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasi olishda qo'yilgan dissertatsiya yuzasidan yashirin berilgan ovoz sanash uchun saylangan bo'lib, majlisda kengash a'zolaridan 13 kishi, shu jumladan ko'rib chiqayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 10 nafar fan doktorlari qatnashdi. Shundan 13 ta ovoz, 13 ta byulleten tarqatildi. Tarqatilmay qolgan byulletenlar yo'q. Ovoz berilish natijasi: tarafdorlar 13 ta, qarshilar va yaroqsiz deb topilgan byulletenlar yo'q. Hisob komissiya raisi a'zolari imzoladi. Rahmat. Hisob komissiya bayonotimni tasdiqlab olishimiz kerak. Marhamat, rozilar. Rahmat, qarshilar, betaraflar yo'q. Birozdan qabul qilindi. Men o'zimni nomimdan, ilmiy kengash a'zolari nomidan bugungi talablarimizni tabriklayman, omad tilayman, ishlar davom etadigan umid qilamiz va sizga yakunlovchi so'z beramiz. Marhamat. Ustoy. Darsligingizga Anaqa yopishtiring. Vaqtingizga vaqtingizni ayamasdan kelib o'sha ishni eshitib, o'z fikrini muhofazalaringizni bildirganingiz uchun o'zimni katta minnatdorchiligimni bildiraman. Shu bilan birgalikda ilmiy rahbari Muhammadiyev Muxtor G'aniyevichga kattakon o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Bekjam Davron Nazarichga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Maslahatlarni ayamasdan shu dissertatsiya tugaguncha yordam berganlar uchun. Vaqtingizga Yana bir hammanglarni yangi yil bilan tabriklayman. Endi bir yangi yilga bir piyola choy bormi? Bormi? Yetmadi. Endi bir Aysa Maksimaga